90% odam samomoykada shu xatoni qiladi. Birinchi xato mashinani quyosh nuri tushib turadigan joyda yurish. Bu mashinani gubkada yurganingizda quritib qo'yadi. Keyin artsiz dog' bo'ladi, shu narsaga olib keladi. Ikkinchi xato mashinani hamma yog'iga bitta latta ishlatiladi yoki bitta gubka. Bu ham ikkinchi xato. Bu mashinani sifatsiz moyka qilishga olib keladi. Ya'ni bitta lattani ham kuzovga ham, oynaga ham, parokga ham, balonga ham hamma narsaga ishlatib yuborishadi. Bu mashinani moykani sifatsiz chiqishiga olib keladi. Uchinchi xato mashinani yaxshi quritmaslik yoki kompressor xizmatidan foydalanmaslik. Bu mashinani shunaqa nagar, mana shunaqa zang, mana shunaqa yig'ilishlariga olib keladi. Mashinani artgandan keyin обязательно kompressor bilan hamma suvlarni tushirib olish kerak. Yoki bitta mashinani tez haydab kelsangiz ham bo'laveradi kompressor bo'lmasa. Endi men sizlarga bitta bonus qiladigan joyim, bu cho'mchaginglarga foyda. Samomoykada pul tiqayotganda bittada katta summani tiqib yubormanglar. Pulni maydalab bo'lib tiksanglar, o'zingizlarning vaqtingizga ancha foydasi tegadi. 1 millionta odam bekorga obuna bo'lmagan. Siz ham obuna bo'lib qo'ying. Hozir obuna bo'lmasangiz, baribir bir kun kerak bo'lib qolaman, qidirib qolasiz. Shuning uchun obunani bosib qo'ying. Xizmatingizda Don Zafar.